Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar va beg'amiz bizga qiziqayotgan o'rtoqlar. Bugun klintlarimizga inshaalloh beg'amizlar klintlar taxlab qo'yamiz. Kimda qiziqtirayotgan savollar bo'lsa beg'amiz biznesiga chuvalchang, Kaliforniya chuvalchang biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Obuna bo'lganda obuna qilib qo'yamiz. Mana shunday o'ta sifatli beg'amiz biznesini mutlaqo sekin o'rgatamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar, like tugmasiga bosib qo'yamiz. Shunday o'ta sifatli beg'amizlarni qanday tayyorlanadi, chuvalchanglar qanday ko'paytiriladi, sirlarni o'rgatamiz inshaalloh. Inshaalloh shunday o'ta sifatli beg'amizlarni qanday tayyorlanadi, oddiy mol go'ngidan yiliga qancha daromad qilinadi, sirlarni o'rgatamiz. Qiziqayotganlar bemalol murojaat qilishlari mumkin. Boshlanmay turganlar ana shunday beg'amiz biznesini bemalol boshlashlari mumkin. O'ta sifatli beg'amizlar klintlarimizga tayyorlab berish sirlarini o'rgatamiz va oilaga yiliga yaxshigina daromad qilishni sirlarini mutlaqo sekin o'rgatamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar, like tugmasiga bosib qo'yamiz. Bizda hamisha joylarcha videomizda har xil kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.